Ey hayotning guli bo'lgan ayol, shuni bilginki, odam xushmuomillik bo'lgani bilan mehribonlikni, g'amguzarlikni bilmasa, birovning mushkulini oson qilmay, faqat o'zining shaxsiy manfaati uchun ko'ngil bilsa, bundoq odam hurmatga sazovor bo'lmaydi. Oiladagi e'tiborsizlik er kishiningmi, ayolningmi ko'nglini suvtidi. Bu chog'da er kishi uyiga ancha ko'ngil bilmay, choyxonada, yer birodar do'stlarinikida va boshqa yerlarda yurishga odatlanadi. Shu tariqada ota, xotin va farzandlar bir-biridan yiroqlashib boradi. Buning bilan bosh-boshdoqlik va yomon oqibatlar maydonga keladi. Bundoq oiladagi farzandlar lutchak, tartibsiz va mug'ambar bo'lib yetishadi. Oxirida oiladagi inoqsizlik kuchayib, odam baxtsizlik hayot ichida yashashga majbur bo'ladi.